Aytyapman, 9 marta suiqasd qilingan. Yotoqxonalarga granata otilgan. Men o'zim tanigan bitta bola, men o'zim tanigan. Ko'chada johil bo'lgan, Qozog'istonga borib setkalarda urush yurgan bola bo'lgan, sportsmen bola bo'lgan. U paytda taqiqlangan edi. Shu bola tavba qilib, namoz o'qib, ibodatga kirganda kelib aytib beryapti. Falonchi deyapti. U falonchi ham mashhur odam. Menga deyapti. Bir ish bor, shuni qilsang jannatga kirasan, deyapti deydi. Men deydi, yangi ko'chada yurgan bolaman deydi. Jannatga kiradigan oson yo'l bo'lsa, qilaman uni deydi. Nima desa, o'sha hadratni ko'rsatib, shu hozir millatning eng katta dushmani. Shuni o'ldirsang, jannatga kirasan. Shu bizni qutqarasan. Bo'pti dedim deydi. Oson ekan-ku, men uni qishdan qilib yurganman deydi. Uyimga kirdim deydi, kechqurun shomdan keyin pistoletimni oldim deydi. Kelib patinkani bog'layotganimda dadam chiqib qoldi deydi.